Men bor-ku shaxtada ishladim. Birorta ham olmos topganim yo'q. Lekin bir kunlari olmos topgandim. Mana bir stakni solib qo'yaman. Maza qilib notebook yoki kompyuter ko'rib o'tiraman. Menga notebook sal qiziqroq. Mana Minecraftga kirdik, ko'rib turibsizmi? Mana daraxtlar shidirlab ketdi. Yuribmiz mana daraxtchamiz va ketdi. Kimdir taqillayaptimi? Sekin asta borib qaraymiz. Hech kim yo'q. O'rgimchakdan boshqa. Nima qilyapsan o'rgimchak? Hozir meni o'ldirasan-ku. Buni o'ldiring yaxshi undan ko'ra. Ovqatingizni o'ldirib qo'yish. Men o'ldirib qo'yadi bu hozir. Voy, jonim kam. Jonim kam. Voy. Yana o'ldirdim ey. Bo'lmasa otib o'rardim. Krapa, seni o'ldiraman. Bilmadim ya o. Zo'm yesh olsa sen bir nima qila olasanmi? Notebookni o'chirib qo'yaman. Va maza qilib o'zini uxlay. No, mana nihoyat ertalab bo'ldi. Minecraft emas. İşlerimde qilishim kerak edi. Ishi o'chib qolibdi va bular qanaqa banglar jonga. Maza. Va tayyor. Endi polizga ishlarim, o'zi polizim bormidi? Yangi yana ko'chib keldim bu yerga. O'zi YouTube'chi bo'lsam. Voy, ko'zga qarayman. Ey, bala baqa nima qilyapsan? Bu bola keyga tegma. Seni o'ldiraman, menga asqarat kerak. Voy. Birdaniga uchalasiya. Ko'ramiz kim kuchli. Qilichim yo'q, faqat daraxtim yo'q. Voy, bo'laklarga tegma, ular yana nima qildi? Tezda daraxt chopib ketish kerak. O'ldirib qo'yadi bu. Voy! Yana o'ldirib qo'ydi. Chopib bitta sushi. Mana bırak. Uzur. Ay, sur. Hop. Klik. İnne yaşta qo'yadi mana.
Maskorka bor. O'zimizga shift yozib olishimiz kerak. Birinchi daraxtimiz va ikkinchi daraxtimiz. Qayıqmiz. Chaqaloqlarni qaysilardi u? Buni olib, buni o'zak. Haqiqiy bank o'xshayapti-yu bu. Mazza qilib, effektlarni yo'qlab. Mana kompyuter qanaqaligini ko'rsataymi? O'tirgan yozdasan. Qanaqa banklar ey? O'tiramizda bu yoqqa qaraymiz. Sen o'ldiramiz uni. Balajon. O'ldingmi sen? Balajon o'ldi. Mana bosamiz. Voy, çok ko'rib yurdik. Da bo'ldi. Video shu joyda tugaydi. Nimaga qarab bu videomizda ikkinchi qismi haligacha chiqadi. Sizlar xotir olmanglar chiqmadi deb. Albatta men buni 10-qismgacha chiqarishim shart bo'ladi. Shuning uchun har kuni men telefon qarshisida yoki kompyuter qarshisida bu ikkita modda ko'chish uchun 1 soat, yana 1 soat va 2 soat o'tirganim bo'ladi. Agar 10 ta mod ko'chirmoqchi bo'lsam, modlarni ko'p. 10 soat o'tirishimga to'g'ri keladi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan men Suroj bo'ldim. Shunaqa qilib